Toshkent shahar Yashnobod tumani Xonariq mahallasidan to'rt burchi 6 sotuv uchastkamizdan topib qo'yganmiz. Yaxshi variantdan bittasi 6 sotuv to'rt burchi bo'lgan. Bu yerda quruvchiligi ham yaxshi variant, ikkita uchastkani bir xil qilib sotsanglar ham bo'ladi. Zo'r variantda hozir ichki qismlarini ham sizlar bilan tanishtirib beramiz. Hovlimizga kirib kelish bu darvoza qismi bo'ladi. Kirganda o'ng tomonda ikkita xona plus oshxona, hammom, tualet ko'chada bo'ladi. Bu yoqda yana plus 4 ta xona, zonalariga ega, to'rt burchi chiroyli holatda. Yana mana bu yoq tomonimizda kiladovkalari ham bor. Uyimiz o'zi aslida yer hisobida sotilyapti. Paka yashab turish uchun o'rta holatlarda remontli xonalari ham bor. Ular bilan qisqacha xonalarini chiroyli qilib, obzor qilib ko'rsatib, tanishtirib ketamiz akalar. Mana bu oshxona qismimiz bo'ladi ayollarimiz uchun. Hozircha mana bu yerda sklat xonalari ekan, bu yoqda ikkita xonalari sklat qilib foydalanishar ekan. Bu bizning общий sanuzelimiz bo'ladi. Ko'rinishlarini ko'rasizlar, juda ham chiroyli. Hojatxona bo'ladi, yaxshi holatda. Sizlarga 4 ta xonani tanishtirib beraman. Kirganingizda o'ng qo'lda bu yoqda spanli qismimiz juda ham chiroyli. Keyin bu yoqqa kelsangiz, bu yoqqa kelganimizda mana zal qismlari bu ham juda ham chiroyli ekan. Ko'rsatdim bu yoq spanlini, endi sizlarga bu yoq spanlini ham ko'rsataman. Kirganingizda yoshlar uchun detskiy xonamizni qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yoqda ota-onalar uchun yotoqxona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ko'ryapsizlar, ko'rinishini juda ham chiroyli. Mana shu faizli xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsa, $200,000 deyishyapti. Yana kelib o'zingizlar savdalashib olishinglar bemalol mumkin. Ko'ryapsizlar, 6 sotuvdan sal oshiqroq bo'tu faizli xonadonimizni. Bemalol kelib xarid qilib olishinglar mumkin. Quruvchi akalarimiz to'xtab qolmasdan like bosib, tez-tez obuna bo'lib turinglar.